$143,000 mana shu 204 sotulik yer maydoniga qurilgan mana shu uyimizni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz qadrdonlar. Akamlar pulga qo'shib mehrni ham qilib yuborgan ekanlar. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, burchakkalardan chiqqan, fasad ishlari to'liq bitkazilgan. Bemalol mana darvozaxonadan boshlaydigan bo'lsa, avtomobilimiz bemalol ketadi. Qo'limizning bu yoq burchagida kattagina o'zini yashil hududiga ega va u yoq tarafdan ko'cha uchun bitta hojatxona qoldirib ketilgan. Sizlar bilan hozir ichkariga kirib mana shu uyimizni bitta ko'rib chiqamiz. Aksiyetkalar bilan chiroyli bo'lib turibdi. Oynalariga bitta ahamiyat beringlar qadrdonlar. Bu uyimizda 100% to'qli pol qo'roslar kafillik qilib qo'yganlar. Juda ham bir chiroyli, yorqin ranglardan ishlatgan ekanlar. Keyin oshxonangizni mana qabul qilib oladi. Juda ham kattagina, kengina oshxona orqali to'g'risida 4 ga 7 metr katta kenglikda mehmonxonamiz joylashgan. Qovaylanishga yetarlicha joylar tashlab ketilgan. Bu yoq tarafi shunda bo'lib turib, kladovkaga foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yoqdan birinchi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan kattagina kengina yotoqxonamiz bo'lsa, yotoqxonaning to'g'risida yuvinish xonalari, hammom hojatxonalari hammasi bor. Zina orqali biz ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz. Ko'rasizlar, kattagina lustra ilib qo'yganlar. Kelli chap qo'ldagi xonadan boshlaymiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ikkinchi qavatimiz uchun. Bu yoqdan ko'rasizlar mana o'zini yuvinish xonalari, hammom hojatxonalari hammasi bor ekan. Bu yoq tarafdan kelinglar. Bu yoqda mana balkonga chiqishimiz mumkin. Balkonni ko'rasizlar. Bu yoqda mana yana bitta xonamiz. To'g'rilarda mana kattagina kengina mehmonxonamiz bo'lsa, mana bu yoq tarafda yuvinish xonalari. Past egalar nomerini qoldiramiz. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Sergeli tumani, Qo'yliq massiv 1da joylashgan.